Damashq shahridagi muzeyga kirishlik kishi boshi uchun taxminan 20 sent ekan, ya'ni 2000 Suriya pulida va ichkariga kirib biroz sizlarga atrofni ko'rsatay dedim. Endi bu yerda video olishlikka ruxsat berishadimi yo'qmi aniq bilmayman, lekin telefon olyapman. To'xtatib chiqguncha. Ko'chalar bu yerda ba'zi bir haykallar, butchalar deymizmi, bor va umumiy shaklda bu muzeyning hovlisi. Umumiy shaklda Yaqin Sharq mintaqalari, ya'ni xosatan shu arab diyorlarining atroflari oldiniga bu yerlarda Vizantiyaliklar, ya'ni Rimliklar yashagan. Ya'ni ularda aksariyat xristian bo'lgan va o'sha davrlarda, ya'ni islom kelgan vaqtida aytganimizdek Rimliklarning o'zlariga yarasha bir dinlari deymi, qandaydir bir odatlari bo'lgan va ularda me'morchiliklari bo'lgan. Va bu yerlar musulmonlar nazoratiga o'tgandan keyin bu yerlar aholilari islomni qabul qilgan, ba'zilari bo'lsa o'zlarining dinlarida qolishgan va o'sha davrlarda qurilgan ba'zi bir binolar, qasrlar deymizmi yoki boshqa qanday bir qandaydir haykallar shu kunimizgacha saqlanib qolgan. Ya'ni aynan hozir men Suriyaning bir poytaxt Damashq shahridaman, ya'ni Damashq shahri umumiy shaklda bir Usmoniy xilofati nazoratida, bundan oldingi ya'ni bir nechta xilofatlarning davrida ham ya'ni bu yerda bo'lgan shu qadimiy qal'alar deymizmi, ya'ni saqlab qo'yilgan va shu kunimizgacha ushbu qal'alar yoki bir tarixiy qandaydir bir narsalar ya'ni saqlanib qolgan. Ko'rishingiz mumkin, bu yerga qandaydir arabcha harflarga o'xshayapti, ya'ni o'qishlik juda ham qiyin, ya'ni biroz eski bo'lganligi uchun. Bu yerda esa ba'zi bir toshlardan qilingan haykallar deymizmi, ya'ni bularda tarixi ya'ni ancha uzoq bo'lsa kerak, endi kamdek Usmoniy xilofatdan ham oldin ya'ni yasalgan bo'lsa kerak toshlardan. Ko'rsanglar, bu qandaydir qozon bo'lsa kerak. Mana bu yerda bir insonni aniqangiz ko'rinib turibdi, shakli ko'rinib turibdi. Mana bu tobut bo'lsa kerak. Mana bu yerda ham bir ayol kishining qandaydir bir shakli chizilgan mana toshga. Mana bu grob, bizda tobut deyiladi, to'g'rimi? O'zbekchasiga. Shunaqangi bir tobut ekan. Bu yerda endi qal'alar ko'p bo'lganligi uchun men ya'ni yuzlab qal'alarni internetda izlanib ko'rdim. Ya'ni Suriyaning janubiy mintaqalarida, bu yerda g'arbiy tomonlarida, umumiy shaklda deyarli har bir katta viloyatlarda ko'plab bir qal'alar bor. Ya'ni Vizantiyaliklar davrida qurilgan, undan keyin salibiylar davrida ham ba'zi bir qal'alar ta'mirlangan, kattalashtirilgan, shunaqangi yoki salibiylar davrida ham qurilgan ba'zi qal'alarni ko'rdim. Yana aytgandek, o'shalarning ichida bo'lgan ba'zi bir tarixiy narsalar, menga o'xshagan narsalar deymizmi, bu yerga olib kelib qo'yilgan muzeyga. Mana bu mana bu yerda ko'rgan tobutni, tobut bu o'sha endi polniy kompleksi. Bu endi bu yerda lyuks bo'lsa kerak, lyuks tobut bo'lsa kerak. Balki kattaroq bir malikami qirol yotsa kerak-da, chunki tepasini yopib qo'ygan, shu o'lgan odam chiqib ketmasin degan bo'lsa kerak-da. Mana bu yerda birinchisi bir ayol kishini ko'rinishiga o'xshaydi, ko'rinishi buni esa qandaydir erkak kishilikka o'xshaydi. Bu narsalarni ko'rsatyapman, yana bir narsani aytmoqchiman. Ya'ni bunday bir haykallar yoki endi bularga sig'inmagan bo'lsa kerak o'sha davrlarda, lekin baribir bunaqangi bir butchalar deymizmi? Bular ya'ni shariatda bunaqangilarni bir qoldirishlik, qandaydir bir muzeylarda saqlashlikda, ya'ni islom dinidagi hukmi qanday buni bilmayman, lekin aytganimdek bu yerda bir muzey bor ekan, bu yerdagi bor narsalarni sizlarga ko'rsatyapman. O'sha davrlardagi qandaydir bir qal'alarni bir eshiklari, ko'rsanglar toshdan qilingan, mana bularni ko'ryapsizlarmi? Ya'ni bu o'sha oshiq-moshiqda o'rniga qo'yilgan narsalar. Ya'ni eshiklari qandaydir bir kichikroq bo'lgan ekan, pastroq bo'lgan. Endi u davrlarda odamlar bizdan ancha katta bo'lgan bo'lsa kerak, ya'ni kichik bir liliputlar bo'lmagan bo'lsa kerak, lekin eshik derazalari kichikroq, bo'yi pastroq, lekin tosh, ya'ni taxminan bir 20 sm yoki 10-15 sm qalinlikdagi bir toshlarda. Ya'ni buni qanday ochib yopishgan, buni bilmayman. Ya'ni biroq og'ir bo'lgan narsa, ko'rsanglar. Bu yerda bir sherning kallasi bor ekan. Ya'ni hammasi bir toshdan qilingan narsalarda bu. Shunaqangi bir joylar ekan. Bu yerda juda ham ko'p ekan bunaqangi bir toshlar. Shunaqangi bir joylar. Endi hozir muzeyning ichiga kirib ko'rishga harakat qilaman. Ya'ni muzeyning ichida ham yani ba'zi odamlar bilan gaplashgandim, bu yerga kelishdan oldin, muzeyga kelishdan oldin. Ular aytishdiki, что muzeyning ichida Usmoniy xilofat davridagi ba'zi bir narsalar qolgan, shularni bir ko'rsanglar bo'ladi degandek aytishdi. Endi hozir muzeyning ichkarisini ko'raman, ochiqmi yo'qmi, o'zi ta'mirlashlari ketyapti deyishgandi bu yerga kelishimdan oldin. Hozir endi men hovlisida yuribman hozir, muzeyning hovlisida. Mana bu yerda haykal, sherda haykali bu. Bu kim bo'lgan ekan endi? Buni beti yo'qib ketibdi-yu. Ya'ni ushbu ya'ni Suriyada yoki Shom yerlarida deymizmi?
aytdim-ku, ya'ni tarixda o'zi xristianlar yashagan va shu kunimizgacha xristian dinida qolgan insonlar ko'p. Ya'ni adadi sezilarli darajada bor. Bularni ba'zi bir manbalarda 1 millionga yaqinmi xristian bor deb eshitgandim. Hozirgi kunda aniq bir adadini bilmayman. Shu sababli ham bu yerdagi ba'zi bir cherkovlarda xuddi shunga o'xshagan bir ya'ni xristianlarga aloqador bo'lgan narsalar ham bo'lishligi mumkin. Ya'ni men bu narsani uncha bilmayman, ya'ni qanaqa ko'rinishda bo'lishini bilmayman, shunda taxmin qilib aytyapman, chunki akamiz xristianlar hozirgi kungacha Suriyada ko'plab mintaqalarda yashab keladi. Xosatan bu Damashqda, Halabda va Laziqiyada ham, ya'ni o'zi katta viloyatlarda ham ya'ni xristianlarning adadi sezilarli darajada bor. Ancha katta ekan bu Damashq shahridagi muzey hovlisi. Endi ichkarini ham bir izlab ko'rishga harakat qilamiz. Agar eshik ochiq bo'lsa, uydan bir video olib ko'rsatamaslar. Biz endi muzeyni ichkaridan tomosha qilamiz. Mana bu yer bilmadim bu qachon bo'lgan, qandaydir balki Suriyadagi urushlar sabab qisman vayron bo'lgan bo'lishligi mumkin. Alloh a'lam. Bu yerda nofoto deb yozib qo'yishibdi. Endi biz suratga olmayapmiz, video olyapmiz shunga. Tasvir nomad yozib. Qal'alarning eshikchalari. Mana bu yerda qanday rimliklarning yozuviga o'xshayapti. Biz aramizda bormi shu davrlardan qolib ketgan? Vizantiyaliklarda yozuvini tushunadiganlar bir o'qib tarjima qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerda yana bularning hammasi eshik. Endi bu qandaydir og'irroq va katta bir butun tosh bo'lganligi uchun bularning yana ko'pi buzilib ketmagan bo'lsa kerak. Mana bu ko'rsanglar xuddi xristianlarda qandaydir bir ya'ni cherkovlardagi bir shaklga o'xshab ketar ekan. Balki o'sha bo'lishi ham mumkin. Mana ko'ringlarda. Xo'sh. Mana bu yerda ham ya'ni qal'alarning eshiklari. Ya'ni aytganimdek o'zi aslan ushbu Shom yerlari, ya'ni vizantiyalik xristianlar yashagan, shu sababli ham ularning qal'alari, cherkovlari, ibodatxonalari ko'p bo'lgan. Ya'ni islom kelgandan keyin ularning bir qismi islomga kelgan, bir qismi esa o'zini bir xristianlik dinida qolgan, shu sababli ham ularning cherkovlari deymizmi yoki ularning bir madaniyat qisman saqlanib qolgan endi ba'zi bir joylarda. Ya'ni hozirgi kungacha ba'zi bir shaharlarda faqatgina xristianlar yashaydi. Suriyani hamma viloyatning ba'zi bir joylarida faqat xristianlar yashaydigan shaharlar bor. Endi qolgan katta viloyatlarda bo'lsa, bu Laziqiya, Damashq, Halab viloyatlarida bo'lsa, ya'ni xristianlar ba'zi joylarda alohidaroq yashaydi, ya'ni shaharning ichida, qaysidir bir rayonida yo bo'lmasa ba'zi joylarda aralashib ketgan. Mana men sizlarga aytgan eshik aynan mana shunaqangi bo'ladi. Ya'ni qal'alarning eshigi, ya'ni biroz kichkinaroq bo'lgan ekan. Endi misol uchun, ya'ni o'sha davrlarda bularni qurgan odamlar ancha bir katta va baquvvatroq bo'lgan bo'lsa kerak, hozirgi davrga qaraganda, ya'ni. Lekin endi qanday ochib yopishlikka qulay bo'lishligi uchunmi yoki bilmadim, nima uchun biroz pastroq qilingan ekan. Hamma eshiklarni ko'ryapman, qanday kichik-kichikda, ya'ni odam egilib kiradi-da bu yerga. Va mana bu shakldagi naqshlar ham bu yerda juda ham bir mashhur. Ya'ni ba'zi rasmlarni ana shunaqa kichkina toshlardan terib aniq qilishadi. Men buni Idlibda ham ko'rgandim. Bu yerda yozuv bor ekan, Alloh alam xuddi chappachaga o'xshab qolgan, xuddi chappacha qo'yib qo'yishgan shekilli men tushunishim bo'yicha. Bu yerda endi xullas pavza chappacha o'qiysizlar agar o'qishni biladiganlar bo'lsa. Xuddi ingliz harflariga yozilganga o'xshaydi, mana. Bilmadim bu qachongi. Xullas ko'rib ketaveramiz. Mana bu yerda ham bir o'rdak rasm bor ekan, toshga chizilgan. Bu ham o'rdak bo'lsa kerak. O'rdak bilan bu ya'ni vizantiyaliklarda qanaqa aloqasi bo'lgan, uni bilmadim. Ham katta bir sher bor ekan, bu yerda bir pastda kiyik turibdi. Bu yerda endi ba'zi bir hieroglif deydimi buni? Shu harflarni shunaqa deydimi? Agar xato aytmayotgan bo'lsam, endi men tarixga, ya'ni xosatan tarixga bo'lgan qiziqish endi so'nggi vaqtlarda bu narsalarni ko'rgandan keyin, ya'ni internetda ko'p izlanuvlar qilyapman, lekin o'zi odatda oldin unaqa tarixga ko'p qiziqmaganman. Voy maşalloh. Mana bu yerda qaranglar. Endi bu bilmayman bu qachongi bu vid, bu qachon qurilgan. Lekin ya'ni tarixdagi qal'alar, misol uchun 1000 yilcha bo'lib qolgan, uni umri 1000 yil bo'lib qolgan qal'alarni ham ko'radigan bo'lsak, juda ham katta, bahaybat va juda ham chiroyli qilib qurilgan. Xosatan Suriyaning bir nechta viloyatlarida unaqa qal'alar bor hozirgi kungacha va Misrda yoki bir nechta shu Yordaniya davlatida ham bo'lish kerak shunaqa qal'alar. Va ya'ni misol uchun chiroyligi yoki uni bir kattaligini aytaman-da. Sababli endi bu Damashqdagi joy, ya'ni qanchalik bir tarixiy joy yoki yaqinda qurilganmi uni bilmadim. Mana bu aynan devorlar, lekin mana bu aniq tarixiy bo'lishi kerak. Mana bu asosiy bir kirish qismidagi katta bir betonlar deymizmi? Tosh, beton emas bular, tosh o'zi aslan. Shunaqangi. Bu muzeyning ichkarisi bo'lsa kerak. Endi bu qisman muzeyning hovlisi, o'zi ichkariga ham bir kirib ko'ramiz. Bu yer Hamidiya bozori.
Damashq shahriga yoz faslida tashrif buyuradiganlarga biroz bir ya'ni tavsiyalar bermoqchiman. Ya'ni umumiy shaklda yoz faslida obed vaqtlari havo juda ham issiq bo'ladi. Juda ham issiq, ya'ni bir yurishlik juda ham qiyin. Endi bu bozorning usti yopiq bo'lganligi uchun biroz salqinroq ichkari, lekin odam juda ham ko'p bo'ladi. Shahar aylanmoqchi bo'lsanglar, Alloh alam ertalab aylansa, havo ham u darajada issiq bo'lmaydi, ham odam ham unchalik ko'p bo'lmaydi. Ya'ni biroz odam bir bemalol harakatlansa bo'ladi. Keyin mashinada yuradiganlarga bunaqangi bir shahar sentr joylari, markazlari juda ham bir tiqilinch bo'ladi. Mashina qo'ygani joy yo'q. Yani juda ham bir qiyin. Ya'ni bozorning ichida bir mashina bilan harakatlanishlikda. Shunaqa. Endi bu Hamidiya bozori faqatgina bir tarixiy bozor va kelgan sayyohlarning hammasi bu yerga keladi. Nimaga keladi men bilmayman. Men hozir bu yerdan o'tib ketyapman, chunki bir joyga bormoqchiman, bir joyga ketayotdim. Shuning ichidan o'tib ketyapman. Endi bu yerda ichida bir qanday desam bo'ladi. Ya'ni g'ayrioddiy narsalar yo'q. Hammasi oddiy bir kiyim-kechak. Shunaqa joy. Endi faqat bu bozor biroz ya'ni tarixiyroq, qadimiyroq bo'lganligi uchun shu uchun kelishsa kerak. Balki buni bir tuzilishi deymizmi yoki bir ko'rinishi deymizmi, mana shu narsani bir ko'rishlik uchun hamma sayyohlar ko'radigan bo'lsangiz, inglizmi, fransuzmi kim bo'lsa ham kelgan. Aynan shu Hamidiya bozoriga kirib video oladi. Shunaqa. Endi bu yerda aytganimizdek, bu yerda kiyim-kechak sotadigan joylar bor, ba'zi bir shirinliklar sotadigan joy bor, ba'zi bir suvenirlar sotadigan joy bor yoki ba'zi bir eski Damashqdagi yoki tarixiy bir buyumlar deymizmi? Shunaqasidan sotadigan bir joylar bor va aksari bir ayollarning kiyim-kechagi. Undan ham bir xunuk ko'rinadigan, ya'ni bir ayollarning ichki kiyimlari. Juda ham shunday ko'chalarga ilib aniq qilishgan. Bilmadim, bularni bir xullas qarashida bir g'alat. Ya'ni bir ayollarning kiyimini bir alohida bir zonada yoki bir ichkarida yoki ayollarda o'zi bir sotadigan, endi sotuvchilar balki ayol kishi bo'lishi mumkin, men kirib ko'rmadim bunaqa magazinlarga, lekin polni anaqangiga vitrinaga yoki tashqariga aynan shunaqangi bir kiyimlar, ya'ni ichki kiyimlarni ilib tashlash. Shunaqa. Bu Hamidiyani oxirida, ya'ni Umayyadlar masjidi boshlanadi va uni atrofida ham aynan shu endi sayyohlar ko'p kelganligi uchun turli bir suvenirlar yoki bir ya'ni eski uylar deymizmi, o'shalar ya'ni buzib tashlanmagan, o'sha tarixiy qolgan. Ya'ni kelgan odamlar taxminan bir 100 yil, 200 yil orqaga tushib qolganga o'xshaydi. Ya'ni o'sha yerdagi bir uylarning qurilishini ko'ribdi. Bu uylar ham, ya'ni adashmasam, shu kamida bir 100-200 yillik tarixga ega bo'lsa kerak. Ko'rsanglar bo'ladi va bundan boshqa bir izoh topa olmadim bu bozorda sharhlashga. Endi baribir qaysidir yurtlardan keladigan bo'lsa, baribir bu yerdagi bir Umayyadlar masjidiga kirmoqchi bo'lsa, albatta bu yo'ldan yo bo'lmasam qal'ani atrofidan bir aylanib o'tishlikka to'g'ri keladi. Ya'ni Umayyadlar masjidiga borishlik uchun. Bundan tashqari o'zi aslan Shom yerlarida yoki Suriyada deymizmi, ko'plab bir tarixiy joylar bor, ya'ni o'sha qal'alar deymizmi, boshqa deymizmi. Bizning yurtlarda ham ya'ni Samarqandda, Buxoroda shunaqa joylar bor. Shunga o'xshaydigan narsa. Endi bu yerda biroz anaqangisi, ya'ni siz bizga bir muhimroq bo'lganligi, ya'ni islom tarixida o'tgan bir katta-katta qo'mondonlar yo bo'lmasam bir sahobalar deymizmi, fath qilgan joylarni ko'rishimiz mumkin. Ularning bir qabrlari, endi bu yerda masalan bir necha sahobalarning qabri bor. Salohiddin Ayyubiyning yoki u kishi ustozning qabri bor. Endi ya'ni illo qabrini ziyorat qilish uchun kelinmaydi-yu Suriyaga. Lekin masalan shunaqangi bir joylarga borganda balki borib qo'yishlik balki bo'lar. Endi mana bu kiyim-kechak krasalar. Bu yerda ba'zi bir tilla sotadigan joylar bor ekan. Asosiy kiyim-kechaklar shu ayollarniki, yosh bolalarniki. Shunaqa. Hamidiya bozorida eng oxiri mana bu oldin qanaqadir bir ibodatxona bo'lgan ekan. Ya'ni musulmon bo'lmaganlar degida. Ya'ni o'sha xristianlarniki bo'lganmi yoki ulardan oldingilarniki bo'lganmi? Ya'ni nimaga sig'ingan bilmayman, ularning shu ibodatxonasi bo'lgan ekan tarixda. Shunaqa. Endi mana bu Umayyadlar masjidining bir qismi ham cherkov bo'lgan. Bu cherkov bilishim bo'yicha sotib olib turib, o'sha cherkovga ulab turib, keyin masjid qurilgan ekan. Internetda shu Wikipediyada ham bir izlab ko'rsanglar bo'ladi. Aynan mana shu tomonida qandaydir bir cherkov bo'lgan ekan, Alloh alam. Masjid shu tomonida. Kichikroq bo'lgan bo'lsa kerak, o'sha narsa keyin kengaytirib bu Umayyadlar masjidi barpo qilingan. Umayyadlar masjidining kirish qismi bu yerda. Bu yerda erkaklar alohida va ayollar alohida kirishadi va bu yerga sayyohlar ko'p kelganligi uchun kiyim masalasi. Qanday bo'ladi? Ya'ni ba'zi ayollar shunaqangi tor kiyimni kiyib olgan bo'lsa yoki bir soch ochiq bo'ladigan bo'lsa, ularga bir maxsus kiyim beradi, shu ustini yopadigan.
o'sha kiyim bilan ichga kirsa bo'ladi. Erkaklarga ham agar short kiygan bo'lsa, uni ham kirgizmas ekan, unga bir shim berishar ekan, o'sha shimni kiyib ichga kirsa bo'lar ekan. Men ham shortik bilan kiygandim. Endi shortik avratni yopadi, tizzada pastga turibdi, lekin bular ham kirishga ruxsat berishmadi. Ya'ni shim bor, shu kiyib kirsang bo'ladi deydi. Keyin men oldi kirganligim uchun ichkariga kirmadim, chunki o'zi boshqa joyda bir ishim bor edi, o'sha yerga o'tib ketgandim yonidan. Ular shunaqa. Endi bu Umaviy masjidining bir orqa tomonidagi bir bozorlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hozir ko'rsataman sizlarga. Bu yerlarda ham shunaqangi bir qanday biz suvenirlar deymizmi, shunaqangi bir narsalar sotiladi. Endi prosta interes uchun yoki bir qanday desak bo'ladi. Shunchaki kelsa bo'ladi-da, ya'ni kelishlik uchun illo bir muhim bir narsalar yo'q bu yerda. Sababli bemalol bir aylanib bir ko'rib ketgan bo'lsa kerak, Alloh xolos. Bu yerda bozorlarni ko'rishingiz mumkin. Bozorlar va uylar ham eski uylar hammasi. Ko'rsanglar loydan qurilgan, tomlari bir taxtalar bilan yopilgan uylar, shunaqa. Men aytgan joy vallohu alam mana shu atroflar bo'lishlik kerak. Qandaydir bir cherkov bo'lgan deb eshitdim mana shu atroflarni. Keyinchalik bu sotib olinganmi yoki aytganimiz bu cherkovni buzmasdan buni davomiga qurib ketilgan ekan, ya'ni. Shunaqa internetda bir yaxshiroq izlasanglar, yana bir to'liqroq bir ma'lumot topsanglar bo'ladi. Men sizlarga aytgan bir suvenirlar. Mana bu yerda qandaydir uzuklar bor ekan. Endi bular hammasi bijuteriya bo'lsa kerak, ya'ni arzon, mana bu qanaqadir ismlar yozilgan. Shunaqangi bir narsalar. Mana ko'zichilanchiga bir qumdan qo'ygan ekan. Assalomu alaykum. Ba'zi bir brasletlar. Bu yerda taxtadan qilingan ba'zi bir narsalar, ya'ni bu yerda oyoq kiyimlar ham bor ekan, taxtadan qilingan. Endi men o'zi bunaqa narsalarga umuman hech bir qiziqmayman. Ya'ni aytgandek bir suvenirlar, uylarga olib qo'yiladigan bir bezaklar deydi-ku. Ya'ni o'zi aslan ishlatilmaydigan bo'lsa, undan bir foyda olinmaydigan bo'lsa, men unaqa narsalarni bir ya'ni xarid qilishlikda yoki bir olib yurishlikni bir yoqtirmayman o'zi aslan. Lekin shu narsaga qiziqadigan odamlar ham bor shekilli. Shunaqa gaplar. Mana atrofda shunaqangi bir suvenir do'konlar, do'konchalar. Ha, bu Hamadagi haligi Navro deyiladi. Alloh alam Navroda sura aytadimi, buni aytadimi bilmayman, xullas. Shunaqa. Mana bu yerda ham Himsdagi soat bu bilmadim endi qayerdan qanday. Xullas, turli viloyatlarning ramzi. Mana bu endi har bir Damashq uylarining ichida bo'ladi shunaqangi bir fontan bo'lgan. Ya'ni har bir eski Damashq uylarida hovlisining o'rtasida shunaqa joy bo'lgan. Balki o'sha ayakalloh. Eski Damashq uylarini agar bir kirib video olishga imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, hech qanday ko'rsataman. Ya'ni deyarli hammasi bir xil qurilgan. Endi u dizaynlar o'zi aslan musulmonlardan oldin bir rimliklardan qolgan bir dizayn ekan. Sababli agar balki bir imkoniyat bo'lib qoladigan bo'lsa, shunaqangi bir qadimiy uylarning ichidan turib video olishlikni albatta ularni ham sizlarga ko'rsataman. Shunaqangi bir joylar. Endi bu Suriyaning xaritasi mana. Suriyaning shimoliy hududlari bu tomon, janubiy tomon bu tomon, sharqi bu yoq, g'arbi bu yoq. Xullas, Dara viloyati mana bu tomonda, Idlib viloyati bu tomonda. Kurdlar nazorat qilgan mintaqa bu tomonda, ya'ni Hasaka viloyatlari bu tomonda. Isroil bosib olgan yerlar bo'lsa bu tomonda, Javlon tepaliklari yoki Qunaytira viloyatlari aynan mana shu hududlarda joylashgan. Ya'ni bu Suriyaning umumiy bir xaritasi.